Spark avtomobili yamaga tushganingizda oldi qismidan har xil duruqlagan yoki tiriqlagan ovoz chiqyaptimi? Bunga nima sabab bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rib turing va albatta bu videoga bitta like bosib, videoni saqlanitga olib qo'ying. Bunaqa ma'lumotlarni kamdan kam beraman sizga. Mana shu ko'rib turganlaring rechedagi konfetka rezinka. Bu rezinka qorni tomoni yeyilib, qotib qolgan. Shuni hisobiga yamaga tushganlaringda duruqlagan ovoz beradi. Bunisi yangisi. Buni holatini ko'rishlaring mumkin. Ancha farqi bor. Aynan shu rezinkani qo'yilsa, mashinada ancha yumshoqlik beradi. Keyingisi sharnir. Qo'limdagi bu sharnir, rulovoy sharnir bo'ladi. Bu juda ham yumshoq ketadi. Buni original firmanikidan qo'yilsa, mana shu holatda qattiq va moshina bo'ladi. Bu hech qanday rulovoyga ziyon keltirmaydi. Juda ko'pchilik qattiq bo'lsa, rulovoyga tirqlab ovoz beradi deyshadi. Lekin buni hech qanday ziyoni yo'q. Albatta shunaqangi moshina sharnirlar qo'yib, rezinkalarda original qo'yilsa, moshinani oldi yumshoq bo'ladi. Va eng asosiy joyini ko'rsataman. Videoni ko'rib turing. Eng asosiysi va eng kerakli ma'lumot bu reche podushkasi. Reche podushkani 21 ga ikkasini qotirmaganmiz mana. Ana shu reche podushkani qotirmasdan turib, moshinani pastga tushgandan keyin oldi qismini 2-3 marta bosib olib, keyin qotirilsa, bu ancha mashinaga effekt beradi va joyida ishlaydi. Buni turgan joyda ko'pchilik tomonidan qotirib qo'yilyapti. Aynan buni qotirilgandan keyin, mashina pastga tushgandan keyin muvozanat o'zgaradi va mashinani qattiqlashtiradi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Spark'i bor do'stlaringga videoni jo'natib qo'yinglar. Albatta bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.